Yaponiyada yetishtirilgan oliy navli matcha juda ham mazali bo'ladi. Matchani har xil tayyorlash uslublari bor. Bugun sizlarga o'zim har kuni qanaqa tayyorlashimni ko'rsataman. Isay Organic'ni Telegram kanalida ko'rsanglar bo'ladi. Har xil retseptlarni qo'yganmiz. Har kunga eng oson tayyorlaydiganimni man sizlarga ko'rsataman. 2 qoshiq matcha solamiz. Men ba'zan 3 qoshiq ham solaman. Matchani kuchli ta'mi menga juda ham yoqadi. Sitkadan o'tkazib olamiz. Issiq suv quyib olamiz. 80 gradus bo'lishi kerak, qaynoq bo'lishi kerak emas. Qaynoq bo'lsa matchalarni kuydirib qo'yadi va ta'miga ta'sir qiladi. Undan keyin issiq suvda 5 minut ushlab turgan bambukli ko'pirtirgichni olib aralashtiramiz. Shoshilganda albatta unaqa kapuchinator ishlatsanglar bo'ladi, elektronli. Lekin agar sitkadan o'tkazib bambukli ko'pirtirgichda erinmasdan shunaqa aralashtirsanglar, matchaning ta'miga yanada mayinlik beradi. Iloji boricha zigzag qilib aralashtirish kerak. Bunga yana ozgina ko'proq suv solib, shundoq ichsa ham bo'ladi, lekin xohlasanglar matcha latte tayyorlasanglar ham bo'ladi. Shirinlik ozgina berish uchun men maple sirupdan foydalanaman. Sizlar o'zingizga yoqqan boshqa sirup ishlatsanglar ham bo'ladi. Ko'p emas, ozgina qo'shib yana aralashtiramiz. Xohlasanglar muzsiz issiq tayyorlasanglar ham bo'ladi. Xohlagan o'zingizlar yoqtirgan sutni ishlatsanglar bo'ladi. Men esa oddiy sigir sutidan tayyorlashni yaxshi ko'raman. Oxirida ustidan matchani quyib yuboramiz. Menga matchani yoqadigan top 3 ta tarafi, bu uni birinchi navbatda ta'mi. Yaponiyada yetishtirilgan oliy navli matcha juda ham mazali bo'ladi. Ikkinchisi, matcha ichganimdan keyin energiyam uzoq vaqtga yetadi va kun davomida diqqatim jamlashim ham ancha oson bo'ladi. Uchinchisi, ortiqcha vazn yig'masligimning eng katta sababi bu har kuni matcha ichishim deb o'ylayman. Chunki matcha metabolizmni tezlashtiradi va tanani ortiqcha yog'lardan xalos qiladi.